Instagramda juda ham katta trend bo'layotgan, lekin men sizga unchalik ham sotib olishingizni maslahat bermaydigan kosmetikalarim ikkinchi qism. Va qizlar, sizlarga eng birinchi bermoqchi bo'lgan maslahatim, agar yuzingiz quruq yoki kombinirованный bo'ladigan bo'lsa, iltimos Dior Stick tonalkasini sotib olmanglar. Qizlar, tonalka juda ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin yuzingiz quruq yoki kombinirованныйga yaqin bo'ladigan bo'lsa, yuzingizdagi quruq joylarni подчеркнуть qilib qo'yadi. Chunki Dior aynan shu stickdagi bo'lgan tonalkasini finishi baribir matoviga yaqin. Ikkinchi olishinglarni unchalik ham tavsiya qilmaydigan rumyana bu Charlotte'ning mana bunaqa rumyanasi. Qizlar, rangiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Pigmentatsiyalari juda ham chiroyli, lekin har doim sumочкалida mana bunaqa bo'lib oqib yotadi. Agar kosmetikangiz ichi har doim shu rumyanani oqib kirib yotganiga ko'zingizni yuma olsangiz, rumyana juda ham zo'r, sotib olavering. Bugungi kungacha bu informatsiyani hech qayerda bermaganman. Kipriklarimizni rostdan ham gormonsiz o'stirsa bo'ladi. Qo'limdagi toplash sivaratkani 3-4 oy oldin ishlatishni boshladim. Realniy rezultati bor qizlar. Agar kiprigingiz tabiatdan kalta bo'lsa, toplash aniq sizga yordam beradi. Tarkibida umuman gormon yo'q, o'zini qanaqadir spetsifik yog'lari bor. Aynan o'sha yog'lar yordamida kipriklarni realni o'stiradi. Faqat sizlardan iltimos qizlar, sizlarga bunaqa rubrikalar qanchalik foydali emasligini kommentariyamda yozib qoldiring. Aynan shunga qarab bunaqa kontentlarni yoki ko'proq yoki kamroq olaman.